Qo'nimyoq tumanidagi kiyim sotish do'konlarining birida ayol bilan erkak kishi o'rtasida janjal kelib chiqdi. Ushbu holat esa do'kondagi yashirin kameraga tushib qolgan. Insiderlarning xabariga ko'ra, janjalning asosiy sababi erkakning ayolga tegajog'lik qilgani ortidan kelib chiqqan. Janjal tafsilotlari bilan muxbirimiz xabar beradi. Qanaqa ayol? Men erkakman o'zi, erkakman. Xotinim bilan razmerim bir xil bo'lgani uchun men magazinga kirib, ko'ylak olib bir surpriz qilaman degan. Arqamdan bir erkak ushlaydi. Shunday qarasam, bitta qo'ysa bo'ladim. Ko'zga qarang, ko'zga. Bu qanday boraman uyga men? Xotinimga nima deyman? Men qarab. Sarishta qilinglar bunga. Men o'zi ishdan bugun kech chiqdim-da. Shu bilan yo'lda kelayotgandim, qarasam mana bozor yonida Oydin degan magazin ochiq turgan ekan. Shu magazinning ichiga shunday kirdimda, qarasam chiroyli kiyimlar bor ekan. Keyin shu o'zimga bir yaxshi bir kiyim olay dedimda, shunday ichkariga kirib, kiyimlarni tomosha qilib kelayotgandim. Bir payt qarasam, chotki bir maneken turgan ekan. O'zi ham fakanashtin deb yorasida. Keyin material qanaqa ekan deb shunday bor ushlab ko'rsam, u odam ekan. Shunday menga qarab qoldi. O'zi ham bashara kuchimala bo'lyapti. Bitta urdim. O'zim ham qo'rqib ketdim. Lekin uzr, lekin erkak ekan keyin bilsak. Uzr. Mazkur holat yuzasidan huquqni muhofaza qilish organi xodimlari tomonidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari o'tkazilmoqda. Arslon Janjalov, Yevgeniy Udarov, .tv, Navoiy viloyatidan tayyorlandi.